Determinant Euler Venn diagrammasiga taalluqli bo'lgan test 100 dan kichik bo'lgan nechta son 2 ga bo'linib 3 ga bo'linmaydi. Test yechishga o'tamiz. Buning uchun ikkita aylana o'zaro kesishuvchi ikkita aylana chizamiz. Ya'ni Euler Venn diagrammasiga aylanasi deyiladi. Bittasi 3 ga bo'linadigan sonlar, bittasi 2 ga bo'linadigan sonlar. Bu ikkalasi uchun umumiy sonlar deb olamiz. Ya'ni 100 dan kichik bo'lgan. Ya'ni 100 dan kichik bo'lgan natural son eng kattasi 99 bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz 2 va 3 ga birdaniga bo'linadigan sonlar nechtaligini topishimiz kerak. Ya'ni 99 taqsimi 2 ko'paytirib 3, ya'ni ikkalasini ko'paytmasini 99 ga bo'lsak nechtaligi chiqadi. Ya'ni bu bo'ladi hozir 3 ga qisqartirib olsam 33 taqsimi 2 bo'lib qoladi. Butun qismi 16 chiqadi. Ya'ni 16 ta son 2 ga ham 3 ga ham bir vaqtda bo'linar ekan. Endi bizada 2 ga bo'linib 3 ga bo'linmasligi kerak. Ya'ni 2 ga bo'linadiganini topib olaylik bu yerdan. 99 ta sonni nechtasi 2 ga bo'linadi deb savol bersa, 99 ni 2 ga bo'lib butun qismini olishimiz kerak. Bu 49 ta bo'ladi. Ya'ni 49 ta son 2 ga bo'linadi. Ya'ni 49 ta son 2 ga bo'linsa, 16 tasini ichiga olib ketgan 33 tasi qoladi. 3 ga nechta son bo'lishini topishimiz shart emas. Bizga faqat 2 ga bo'linishi kerak, 3 ga bo'linmasligi kerak. Mana 16 ta son 3 ga ham bo'linadigan bo'lgani uchun buni olib tashlasak, 33 ta son 2 ga bo'linib 3 ga bo'linmas ekan, 100 dan kichik bo'lgan. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismida olindi.